Minsona ismli ayol shunaqangi yomon ahvolda depressiyaga tushib qolgandiki, afsuski uni 9 yoshli o'g'lini sobiq turmush o'rtog'i olib qo'yadi. Bugun biz sizlar bilan ayollar ko'radigan darama haqida gaplashamiz. Bu daramani haqiqiy depressiya nimaligini tushunmoqchi bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. Minsona ismli ayolni havas qilgudek oilasi bor edi va 9 yoshli o'g'li ham bor edi. Lekin afsuski, unda juda ham qattiq depressiya boshlanadi va shundan so'ng uni turmush o'rtog'i Minsonaga juda ham qattiq gaplarni gapira boshlaydi va bir kun ertalab uni uyg'otgandan so'ng, iltimos uylarni yig'ishtirgan, iltimos yashaging kelmasa ham oilang bor-ku, biz uchun harakat qil deydi. O'shanda Minsona men hamma joy yig'ishtirganman-ku deganida, uni turmush o'rtog'i oshxonasining yonidagi hammomni ochib va uni yonidagi omborxonani ochib, undagi narsalarni ko'rsatadi va unga qarab, "Sani shumi yig'ishtirganing?" deydi va ayoliga qarab, "Iltimos, sen o'zingga ham qaragin, depressiya bu davolanadigan narsa" deydi. Bu gaplardan so'ng esa uni turmush o'rtog'i o'g'lini olib ishga ketadi va bu gaplarni eshitgan Minsona o'zini aybdordek his qilib, o'rnidan turib, tezda hamma joyini yig'ishtirib, hammomga kirib ketadi va birozdan so'ng u hammomdan chiqqanida turmush o'rtog'ini ko'radi. "Siz ishga ketmaganmidingiz? O'g'limizchi?" deganda, uni turmush o'rtog'i unga qarab, "Uxlayapsanmi? Biz ertalab ketgandik va o'g'limizni sen bog'chadan olib kelmaganligi uchun men ishimdan javob so'rashga majbur bo'ldim" deydi. Va Minsona tezda balkonga chiqib qaraganda, haqiqatan ham o'sha kech bo'lganda va Minsona bu vaqt oralig'ida nima qilganini eslamasdi. Bu serialni agar siz haqiqiy depressiya va oilaviy hayotda bo'ladigan narsalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, обязательно ko'ringlar. Sizlar bilan Dilbar.